Bolalar hammaga salom. Bugun men sizlarga modlarni ko'rsataman. Qanunda ketdi. Birinchi modimiz bu create modi. Create modi bu bizga mana shunaqa mexanizmlarni qo'shib beradi. Bular nima qilishiga tushunmayapman hozir. Mana bir ikkitalarini ulaganman. Tokib beryapti. Suvdan tok olganman. Haligi aylantirib qo'yganman. O'spiro ham biza bilan. Tak. Mana bir dunyo narsalarni ulaganman. Va endi ikkinchi modga o'tamiz. Xo'sh, bolalar, uchinchi modimizga bizga har xil chizadigan narsalar, chizadigan stullar hamda chizadigan qog'oz berishadi. Mana o'spiro chizyapti. Bu mod haqida uncha ko'p gapirib bera olmayman, chunki o'zlaring ham tekshirib olsalaring bo'ladi. Hozir agar aytib bersam, hech qanaqa qizig'i qolmaydi. Aytgancha keyin kreativ modi yaqinga qo'shiladigan, Bedrock uchun yaqinda qo'shiladigan 1.26.40 versiyasi uchun qo'shiladigan kichkina junlarni qo'shadi. Mana terib chiqqanman. Hozir men sizlarga o'tirib ko'rsataman. Mana bosasizlar ketaveradi. Va 4-chi modga o'tamiz. 4-chi modimiz esa bizga har xil restorndan, quvazdan, lapisdan, zumraddan, koper ya'ni misdan, ko'mirdan, keyin mana bunaqa har xil nezrit, tilla shunaqalardan haligi bronyalar qo'shadi. Bronyalar hamda nima qilishlari ham bor. Bolalar, bugungi video tugadi. Agar modlar yoqqan bo'lsa, men uni Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Telegram kanalimni kommentga linkini tashlayman, o'zlaring kirib yuklab olasizlar. Bu yerda men o'ynayotgan Minecraft versiyasi ham bor. Tekinga albatta. Kirib Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat. Xayr.